O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan Xalq bilan birga umummilliy dasturi ishga tushirildi. Bu haqida siyosiy kengashning kengaytirilgan majlisida ma'lum qilindi. Ta'kidlanishicha, dastur doirasida 2026-yil davomida 1,5 milliondan ziyod fuqarolarga turli ko'rinishdagi ko'mak berish rejalashtirilgan. Loyiha doirasida aholi bilan ishlashning yangi mexanizmlari yo'lga qo'yilishi aytilmoqda. Jumladan, Yurakka yo'l aksiyasi orqali uyma-uy yurib, 1 milliondan ortiq xonadonning holati o'rganiladi. Xo'sh, aslida partiya deputatlari o'z saylov okruglaridagi muammolarni oldindan bilishi kerak emasmi? Nega buning uchun alohida dastur boshlanyapti? Xalq bilan birga degan shior amalda qanday mexanizmlar bilan ta'minlanadi? Faqat uchrashuvlar bilan cheklanib qolmaydimi? Biz aynan shu va shu kabi savollar bilan mas'ullarga yuzlandik. Har doim hamma muammolarni deputatlarimiz eshitish imkoniyatiga ega bo'lishlari uchun biz sharoit qilib berishimiz kerak va bu sharoit eshitish bilan uni hal qilish o'rtasida farq borda. Ma'lum bir platforma, ma'lum bir jarayonda mana shu eshitilgan muammolarni hal qilish uchun katta kuch, imkoniyat kerak. Partiyamiz shunday bir ko'pgina resurslarni ishga solib amalga oshirayotgan ishi bu aynan deputatlarimizni endi bundan ham bir faolroq bo'lishga. Nafaqat deputatlarimiz, balki bu dasturning mohiyati faqatgina deputatlarimiz emas, balki bizni elektoratimiz bo'lgan tadbirkorlarimiz, ishbilarmonlarimizni ham mana shu muhtoj oilalarga ko'mak berishiga jalb qilish. Chunki bizning asosiy elektoratimiz tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakatimiz va mana shu yo'nalishda biz ularni kengroq jalb qilishga harakat qilamiz. Partiya rahbarining ma'lum qilishicha, dasturga 50 mingdan ortiq tadbirkor jalb etiladi. Shuningdek, loyiha doirasida 1,5 milliondan ziyod fuqaroga turli ko'rinishdagi yordam taqdim etiladi. Aynan dastur doirasida kam ta'minlangan oilalarni turli xil buyumlar, o'sha oziq-ovqat bilan, kiyim-kechak bilan, dori-darmon bilan, uy jihozlari bilan ta'minlashda faol ishtirok etish borasida ham vazifalar belgilangan. Aynan bu vazifalarni amalga oshirishda mahallalar bilan hamkorlikda 50 mingga yaqin tadbirkorlar tomonidan otaliqqa olish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Yana bir muhim yo'nalish bor. Bu albatta partiyamiz yoshlar ta'limiga investitsiya kiritishda ham bir faol bir maqsad va vazifalarni o'z oldiga qo'yyapti. Xususan, kam ta'minlangan oilalarni oliy ta'limda o'qiyotgan farzandlari uchun O'zlidep stipendiyasini joriy qilish. Bolalar uyiga kitoblar, texnikalar yetkazib berish bo'yicha vazifalar rejalashtirilgan. Albatta, aholi salomatligi ham biz uchun juda ham muhim hisoblanadi. Shu boisdan ham muntazam tibbiy ko'riklar, shifokorlarni sayyor qabullarni o'tkazish asosida mana shu kam ta'minlangan oilalarni salomatligini saqlash borasida ham hamkorlik qilish maqsadimiz bor. Va yana bir muhim yo'nalish bu albatta nogironlar va yoshlarimizni ish bilan ta'minlash masalasi. Aynan bu borada bugun juda katta bir ko'lamni o'zida mujassam etgan ishga marhamat monomarkazlari orqali yoshlarimizni kasbga o'qitish, ularni qayta tayyorlash borasida innovatsion tizimlarni tashkil etish borasida ham albatta ezgu maqsadlarni o'zimizni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Majlisda dastur ijrosini ta'minlashda jamoatchilik va parlament nazoratini kuchaytirish masalalari ham muhokama qilindi. Hududlarda o'tkazilgan o'rganishlar natijasida jamoat eshituvchilari tashkil etish, deputatlik so'rovlar yuborish va qonunchilik tashabbuslarini ilgari surish orqali tizimli muammolarni bartaraf etish choralari ko'rilishi ta'kidlandi. Prezidentimiz yaqinda o'tkazgan videoselektor yig'ilishida xalq murojaatlari bilan ishlash tizimida qator kamchiliklar, muammolar borligi, hududlarda ayrim o'sha sohalarda yetarli e'tibor berilmayotganligi bir tanqidiy ruhda muhokama qildi va aniq topshiriqlar berildi. Bundan buyon o'sha tizimli har bir soha bo'yicha aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri sayyor qabullarni o'tkazgan holda demak ishlash masalasi mana shu prezidentimiz tomonidan topshiriq berildi. Aynan shuning uchun ham mana shu biz bugun boshlayotgan xalq bilan birga dasturimiz mana shu deputatlarni doimiy ravishda aholi bilan, saylovchilar bilan yaqindan bir muhokamalarni o'tkazishga, ularni murojaatlari bilan ishlashga bir tizimli yondashish imkoniyatini beradi va eng asosiysi deputatlarni xalq bilan yanada yaqinlashtiradi va saylovchilarning muammolarini tizimli ravishda butun respublika bo'yicha qaysi hududda, qaysi sohada qanday muammolar bo'layapti va ularni qanday yechimlarni qonunchilikda, amaliyotda qanday yechimlarni berish bo'yicha aniq vazifalarni belgilab olish imkoniyatini beradi mana shu dastur.